Eng arzon Namangan kanalida sizlar uchun arzon narxda Damas'ni zo'rdan ko'rsatamiz. Yilini nechi deb o'ylaysizlar? 2009-yil, lekin 2009 ga ham o'xshamaydi. Bir narsa qarovlarni qilib, cho'tkilar qarab qo'yishgan. Holati zo'r, ideal holatda любой takmil bo'ladi. 2009 kraskasi 10-15% bor. Egalari nomerlari albatta Telegram kanalida, eng arzon Namangan kanalida kuzatishda davom eting. Arzonlari hali oldinda bo'ladi. Telegram kanaliga kuniga 5 ta 6 ta mashina tashlaymiz. O'tib olib, baraka qilib olaverasizlar. Eng arzoni albatta bizda bo'ladi. Eng arzon Namangan kanaliga o'tib olib baraka qilib olishlaring mumkin. Hammasini nomeri Telegram kanalida bo'ladi. 2009 kraskasi 10-15% bor. Oldilariga diodlar terilgan, holati g'ashi zo'r. Gerbaboylar qo'yilgan yumshoq balon, chanqalpalar, pastlariga ham cho'tkilar bunaqa svetlarni terib qarab qo'yishgan. Ichlari ham zo'r holatda, Fiat oynalar, korilar, polilargacha bo'lgan chexollari ham zo'r holatda. Mashina umuman kamchiligi yo'q. Mos hadovoylari ham zo'r, korobkalari ham zo'r, motorlari ham zo'r. Apshipka, stoykalar, patologlargacha qilib qo'yilgan. Qo'yingki, mashina tayyor holatda. Magnitofon kolonkalargacha bor. Kolonkalari ham originalidan ekan, bemalol proverka qilib, tekshirib ko'rib olaverasizlar. Holatini ko'rib turibsizlar mashinani. Albatta, eng arzonda biz sizlar uchun arzon narxda qo'yib beramiz. Eng arzon Namangan kanalida arzon narxda bo'ladi hammasi. Gazlargacha bor, любой takim bo'ladi. Biz sizlar uchun 2009-yil 10-15% kraskasi bor Damas mashinasini atiga 3200 ga berib yuboramiz. Egalar nomerlar Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olib ketaverasizlar.